Uchrashuvga chiqmoqchi bo'lgan qiz kelmadida. Birga ovqatlanishga bormaysizmi? Kim kelmadi? Qayerga olib borasiz? Nima taklif berasiz? Restoranga boramizmi? Pulim kamroqda. Xo'p, gumma bo'ladimi? Ketdi. Yuring. Voy, bagajni olib bor, hech bo'lmasa. O'zingizgachi. Men uyda yegandim. Nimaga uchrashuvga chiqmaydigan bo'libdi siz bilan? O'rtoq aytibdi, u bola kamroq pul topadi. O'zingiz nega rozi bo'ldingiz? Ayol zoti haqida sizning fikringiz noto'g'ri qolib ketishini xohlamadim. Vaqt o'tib hozir gumma olib bergan odam unga imkon va ishonch bildirilsa, eng qimmat restoranda, eng qimmat ovqatda ham olib berishi mumkin. Men 5 ta saboy olib bera olasizmi? O'zim ham sotib ola olmayman. Lekin xohlaymanki, siz olib berishingiz. Erkak kishining pulida boshqacha baraka bo'ladi. Buni ham savob. Nasibani tashlab ketish kerak emas. Mana ismim Umid. Siz olyapti. Qizlar bolalarni boyligiga qarab baho bermanglar. Bugun peshkom yurgan bola ertaga sizlarni Ferrari'da olib yurishi mumkin.